Assalomu alaykum. Men Fayziya Husniya, Samarqand shahridanman, O'zbekistondan. Men xo'jayinda Ilhom akada bo'lgan natijani aytmoqchiman. Chunki men xo'jayinimda ko'p yillardan buyon buyrak problemasi bor edi. Buyraklarda tosh bo'lardi. Buyrak davleniyasi bo'lardi. Keyin doimiy belbog' kiyib yurish kerak edi. Chunki belbog' bilan qizdirib tursa agar buyraklari uncha og'rimasdi. Keyin juda ko'p davolatganman. Chunki buyrakdagi toshlarni tushirib bilmasak, uni operatsiya qilish kerak edi. Bizni faqat urologiya markaziga jo'natardi-da. Keyin mana shu oxirgi paytlarda men haqiqatdan ham albatta oldin ham qo'shimcha mahsulotlar berib turib, mana keyingi paytlarda mana shu 2 yil mobaynida nanopatchni mужской programma va erkaklar programmasini ishlatib, haqiqatdan ham buyraklar umuman og'rimaydigan bo'lgan, toshlardan qutuldik. Hozir davleniyasi bezovta umuman qilmaydi. Doim hammaga maqtaydi, что eng yaxshi programma nanopatch, mужская programma. Juda ham yaxshi his qiladi o'zini. Rahmat nanopatchga.